Tezkor xabar hali bunaqasi bo'lmaganda. Samarqandda direktor o'rinbosari boshchiligidagi xodimlar o'quvchini tiz cho'ktirdi. Azizlar, videoni oxirigacha tomosha qiling va boshqalarga ham yetib borish uchun video ostiga like bosishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyati Paxtachi tumanida voyaga yetmagan o'g'il bola bir qizni oyog'iga bosh urgan holda uzr so'ragani aks etgan tasvirlar tarqaldi. Holat yuzasidan Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi matbuot kotibi Dilfuza Sobirova ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, holat 2024-yilning aprel oyida Paxtachi tumanidagi 21-sonli maktab o'quvchisi XTning shu maktab o'quvchisi ya'ni haqoratlagani ortidan yuzaga kelgan. Voqeadan xabardor bo'lgan maktab direktorining o'rinbosari, sinf rahbari va maktab psixologi o'quvchi XTning onasining roziligi bilan uni va uning opasini o'quvchi Yaning uyiga uzr so'rash uchun olib borgan. Video lavhadagi holat o'quvchi Yaning onasi fuqaro SD tomonidan o'quvchi XTning uzr so'rash jarayonidan tasvirga olingan. Mazkur holat bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan fuqaro SDga nisbatan tegishli ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgan. Shuningdek, Paxtachi tumani 21-maktab direktorining tegishli buyrug'i bilan voqea ishtirokchilari direktor o'rinbosari SD, sinf rahbari BC va maktab psixologi ga nisbatan tegishli intizomiy jazo choralari qo'llanilgan. Ma'lumot uchun o'quvchi XT Samarqand shahar hokimining 2021-yil 16-noyabrdagi tegishli qarori bilan hududdagi 1-sonli oilaviy bolalar uyiga berilgan deyilgan xabarda.